Assalomu alaykum Koroskan cho'lon aziz obunachilari. To'rt bosh nasl uchun shved xunadan chiqib qoldi. Mana kukalar orqa ketib kelishgan, oyoq qo'llari baquvvat, oq tumshoq quloq deganlarga mana kukalar. Yosh oilaga xo'p, kattasi 8 oylik, kichigi 5 oylik atrofidagi. Mana taydagi tutaylar ham o noldan sigir qilaman deganlar kukalar. Mana kimga nasl uchun shved o'zim noldan sigir qilaman deganlarga mana kukalar tozasi, oq tumshoq quloq, stakan tuyoq mana. Ko'raman, kallalari buqa kalla. Xo'p, egalaridan so'rab telefon nomerlarini olamiz. Mana akamiz ham. Shu akamiz uchun videoga like bosib qo'yasizlar. Aka nech puldan beramiz bularni? Aka mana ikkitasini nech pulga beramiz bir joyga? Bir joyga 35 ga. Xo'p, dastavkasi ichida. Dastavkasi vodiy bo'ladi. Xo'p, aka-ukalar mana shu bir job shvetimizni 35 millionga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida telefon qilib 1 million 2 million zakolat tashlab bersa bo'ldi. 35 millionga xonadonlarga yetib boradi. Ko'rib yo'q, dastavkasi ichida ko'rib yoqtirib, yoqqandan keyin qolgan zakolatni tashlab so'mini beraverasizlar. Bu ikkitasini qanchaga beramiz aka? Bu kelsin 18 dan. Xo'p, 18 milliondan 36 million ikkitasini qilib bersak, qo'l bo'lish ekan, kam o'tib berishmas ekan. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ha, kimga keragi bo'lsa, aka telefon nomeri nechilar? 94lik. 305 51 91 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmang.